Şinjan Hemkar Avtomobil Mülazimet Çeklik Şirketi maşinaga ehtiyojli har millat xaridorlarning arzusini ko'zda tutib, faqat kimligingizni elib kelib o'zingiz xohlagan avtomobilni bank qarzi orqali muddatga bilib to'lashlarni yo'l qo'ydi. Undan boshqa shirkatimizning setib chiqargandan keyingi turli mulozimatlardan bahramand bo'la olasiz. Esingizda bo'lsin, siz orzu qilgan avtomobillar Hemkarda. Manzil Qashqar shahar Ko'ylin yo'li xalqaro avtomobil shaharchisi Sebina 2-qavat 12-ishxona. Aloqalashish telefoni 138 99 19 54 56. Nimkarımız var. Hakka hoşlanmak için maaş edemedi. Şerif sırkılamaya başla. Çirip kalsa ben size sıkıntım birini kılama. Bu dükkan yavaş kalmışka. Yavaş da. Ne mi satsın bu dükkanda? İşek sattınız. Hiç bir yer işken onu böyle eşekle koymadın mı? Zaharlik ichimlik va chekimliklarning xumoridan xalos bo'lish davri yetib keldi. Alzot, yangi hayot ichimligi uzun yillik tadqiqotning natijasi bo'lib, xumor qilguvchi zaharning badandagi qayta talab qilguvchi replikasini o'zib tashlaydi. Xumor bo'lib qolguvchini azobdan xalos qiladi. Sap, yeshil mahsulot, badanga aks ta'siri yo'q, unimiga kepil bo'la oladi. Zaharga xumor bo'lib qolguvchilarga yangi hayot elib kelguchi Jongshan Alzot Biopentexnik Cheklik shirkati ishlab chiqargan yangi hayot ichimlik Kilisler. Hoş gel kapla. Yıkı yağızı ben gilem ağrıtı. Bak ise. Oldu. Bir hayat işlem lan. Bizden başlayak. Kallardıma çoğu mesele yok ki azra tarih versem saklayıp kalırız. Ben kaysar tibi. Mesele yok geldi. Piyem ben dilim çatak çıkıda şoklanmaydıgan da. Ben nefsler yoğunap ketmesem çatak çıkmaydı fıkam. Rahmet Allah. Bir ciddi eser lazım olap kılıp. Kasım kelmesi bir çıkta sonra bilen gider banka. Baş kasık ol. Allah'a ve tıksıka törtte. Şeyde de eser çıkar zaten. Bir bakmayın mı? Bak. Bak. Kasımka, adamlara üstünü Kasımka, Gel kapla lan. Zara bir çıkta bir eser lazım olap kapta bir kapılmayı bir. Bana ma eser gel tusta.
Yo, Qasım ka o, hamma dem sizlar bexil deydi, asal desam asal chiqdi, siz eminat bexil emas keljimasizlar. Baribir to'kiltay deb turgan ukam oqshom bu asalik sochqan chiqib qolibdi ekan. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men manga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolamiz o'chmas, erlik salobitimiz yo'lliq. Yo'lliq kiyimdir. Dada bu insanların da işaresiz kamera. Ayşe arıg'ini nimish qamroq bo'ldi bolam. Аңсақ Ayşe arıda Aypari deb bir qiz bola bor ekan. Shuni deb chiqib qolishmam da. Mush hech qasongni o'qishi meni tatmagan jima bolam. Men mush o'qishga butun zihnim bilan birlab o'qiytam, hech qasongni meni tatmadinglar. Dada siz zihinlerini bir qanday okugan? Ben zihnimde berip okuganlıkımdan her bir sınıfta 2 yıldan katlap okugan ben. Dada kırkırım tığı nerede? Anam bilen dike bulam anadan sonra tıkamış. Ananın emilimi tıkıp koyduğum bir fuyu var. Köy kışkınlığı ilan ekan-ku bu. Vay adaş, iliq kiyimlarni o'zgartib kelamdik. Bundoq yaxshi o'rni nari ekan? Yumaloq shahar ko'lbeshida ekan. Voy, kelisizlar xanım, kelisizlar. Qarang xo'jayin, bu Nurkun bultur xil qimmat olgan. Bu yil kichik kelib qoldi. Cho'ng aytamdi, xotirjam bo'lsa. Xo'sh, o'zlarcha. Yetilib ketib ekan, yamab beramdikin degan. Yip pachat qilib o'timizdayin buni. Xo'sh, o'zlarcha xanım. Bu kiyimni yo'g'il bo'ladimi? Xotirjam bo'lsa, iliq o'qirimkan Nurkun uyumas. Xo'sh, o'zlari. Kelib qolgandi. Esil Nurk ekan bu-ma? Mush o'zlariga cho'ng kichiklikka naq kelgandan boshqa, hozir yangi fasonni qo'shib o'zgartmasam qanday? Bundoq yaxshi. Ha deyma. Ko'z oldinglardagi har xil fasondagi xurum Nurk kiyimlarni, ko'k ushqun xurum Nurk kiyimlarini tikish o'rni emas, haqiqiy yangi xurum terlarni ishlatib, eng yangi loyiha usullarini qo'llanib, hunarvan usullarimiz injiqlik bilan o'z qo'lida tikkan yangi fasondagi kiyimlar bor. Agar xohlasanglar, hozir faoliyat vaqti biradin kiyib ko'rib beqinglar. Vay tövbe, vay tövbe. Ey tövbe, vay tövbe. Vay tövbe, vay tövbe. Tövbe qildim, tövbe. Vay o'sha birtiga zolim boy aqlni izib ilishib qoldi emasmi? Men shuni to'g'datim deyman. Maqarsan, maqar. Vay fıkam, nim oldu bu geç oğlanı toğu dep gitip vardı ya. Voy, deganning zaman o'sha birtiga zolim boy aqlni izib ilishib qoldi emasmi? Qosimka shuni to'g'dib ketib bormaysizmi? Toğu. Voy, Qosimka siz nimaga to'g'dayli buningga? Vay o kızıl göz bayının ezelden bir aklı yok demeydi. Yani kas akıldan izip kalgandı var.